Yurtimizda buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish, ularning jasorati va ibratli hayot yo'lini keng targ'ib etish borasidagi ishlar izchil davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyda tashkil etilgan ilmiy-amaliy anjuman bo'ldi. Buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberdi nomi bilan bog'liq ilmiy-amaliy anjumanda tarixchilar, harbiy mutaxassislar, professor-o'qituvchilar hamda harbiy litsey o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Tadbir davomida Jaloliddin Manguberdining jasorati va ibratli hayot yo'li, harbiy mahorati, vatan oldidagi xizmati hamda buyuk sarkardaning jahon xalqlari tarixida tutgan o'rnini o'rganish, keng targ'ib qilish borasida so'z bordi. Anjumanimizdan maqsad yosh avlodni vatanparvar ruhida tayyorlash, bularni vatanga muhabbat, tariximizni chuqurroq o'rgatish, ilm fanni rivojiga hissa qo'shishdan iboratdir. Butun respublika bo'yicha Zoom orqali ham, onlayn, offlayn orqali qatnashib turibdi o'qituvchilar, professorlar. Bular bilan o'zaro fikr almashinib, bolalarga bilim berishda yanada o'zimizda kuch-g'ayrat topa olamiz deb ayta olaman. Yangi Jaloliddinlarni kashf etish, ya'ni o'quvchilarimizning kelajakda O'zbekiston ravnaqiga o'z hissalarini qo'shish, mard, jasur o'g'lon bo'lib tarbiyalanishida mana shunaqa anjumanlarimiz katta foyda beradi deb ayta olaman. Shuningdek, zamonaviy harbiy ta'lim tizimi hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Yil davomida turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Zakovat intellektual o'yinlari, turli xil sport musobaqalari, kitobxonlik tadbirlari, aynan mana shu tadbirlar yordamida yoshlarimizni vatanparvar yoshlar qilib tarbiyalash bizning maqsadimiz. O'tkazilayotgan ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarda yuksak vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, ma'naviy ma'rifiy jihatdan ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash. Yurtimizda yaratilayotgan mana bu sharoitlardan yoshlarimiz unumli foydalanmoqda. Bunday ilmiy anjumanlar nafaqat tarixni o'rganish, balki yoshlar ongida milliy iftixor va vatanga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.